Mana bugun Javohir akamiz bizga Gaymarit bilan kelibdilar. Qanchadan burun Gaymarit bilan o'rayapsiz? 1 yildan beri. 1 yildan burun. Akamiz 1 yildan burun Gaymarit bilan o'rayapti ekanlar. Gaymaritning asosiy sabablari nimalar deb ko'rsak, основной mana shu qoshlardagi og'riqlar, qoshda og'riqlar paydo bo'ladi. Burunlarning bitishi, ya'ni chap taraf, o'ng taraf bo'lib turib, burunlarimiz bitishi mumkin. Bundan tashqari ko'zlarning yoshlanishi, to есть keyin gnoy, ya'ni misol balg'amga o'xshagan narsa kelishi основной bu Gaymaritda nimalardan hisoblanadi. Qanaqa nimalar kuzatilyapti sizda? Shu mana shu qoshim tepasi og'rishi, Aha. shu mana shu yerlar og'rishi, ko'zning atrof fonus og'rishi kuzatilyapti. Yani Shunday bo'lyapti. har safar ara-sura yuzda qilyapti odamni. Bizda основной Gaymarit, основной yana shu narsa borki, Gaymarit основной sovuq kunlarda bezovta qiladi. Основной. Akamiz ham mana уже havoli sovugani hisobiga akamiz ham bezovta qilgan. Lecheniya kelibdilar. Xudo xolisa videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa protsess lecheniyalarni ham ko'rsatamiz. Shu joylarga gnoy yig'ilib turib, shu gnoyning hidi chiqadi. Shu hidi burunga неприятный запах berib turadi. Shu narsa bormi sizda? Oz bo'lib turadi, inakda Ozib turadi aka. bilinib turadi. Hozirgida ham xat. Chiqaring. Akamizni lechinalarni tugatdik. Akamiz turdilar. Gaymaritni lechinasidan keyin har bitta kelgan odamga shunaqangi Gaymaritni o'zini spetsial dorilari bor. Bularda hech qanaqangi ximikat qo'shilmagan. Aka, bu sizga kimda kim Gaymaritga lechina kelsa, besplatno shunaqa dorilarimiz beriladi. Qanaqa rezultat bo'ldi? Kelganingizda qanaqa edi, hozir qanaqa? Kelgan paytim oz boshim og'rib bordi, lekin Xudoga shukr, hozir bu lechinadan keyin kalam sevici bo'ldi. Boshda yengil bo'ldi. Boshida yengil bo'ldi odam. Вообще yaxshi a'lo darajada. Основной Gaymaritni shu og'rishdan sabab o'sha gnoyni hisobiga o'sha boshda qattiq og'riydi. Hozir akamizdan уже shu gnoylar chiqib ketdi. Bu narsani video ko'rsatmaymiz, to'g'ri tushundingizlar, bu неприятный narsa ko'rishga неприятный. Shuni hisobiga akamizning boshlari ochilib yaxshi bo'ldi.